Bir kuni erta tong keksa bir ayol eshigini qoqdi Rasulullohni. Ey Rasul, boshimda og'ir bir xayol. Tingla dilimdagi nola-yu ohni. So'yla ey ojiza, senda qulog'im. Ne bir nola bilan kelding uyimga. Bor edi aytmoqqa bitta so'rog'im, javobing rang bersa rangi ro'yimga. 50 yil bir erni ko'ngliga qarab, roziligin olib yashadim shukr. Va 8 farzandni oq yuvib tarab, voyaga yetkazdim, ana borib ko'r. Ruhim salomatdir baxtning isidan, yuzlarimda ajin, ko'nglimda chiroy. Ayt, jannat bog'ining bir chekkasidan menday kampirga ham tegarmikin joy? Rasulning yuragi xotirjam edi. Topdi bu ayolning so'zidan huzur. Mayin bir tabassum qildi-yu dedi. Kampirlar jannatga kirmaydi, uzr. Bu gapdan kampirda to'zg'idi xayol. Dedi Rasululloh ohista kulib, ko'zdagi yoshingiz arting ey ayol. Jannatga kirursiz, mahbuba bo'lib.